2017-2025 yillar oralig'ida internet foydalanuvchilarining soni 14,7 milliondan 32,7 milliongacha oshgan. Bu deyarli 2 barobar o'sish bo'lib, foydalanuvchilar sonining ko'payishi onlayn axborot almashinuvi, axborot tarqatish sur'atlari va ommaviy ta'sirchanlikning kuchayishiga olib kelmoqda. Tabiiyki, bunday sharoitda fuqarolarning huquqlarini, jamiyat va davlat xavfsizligini muhofaza qilish davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishiga aylanadi. Mana shu jarayonda yangi qonunchilik tashabbuslari, xususan onlayn platforma va veb-saytlar foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Mazkur qonun loyihasida jumladan onlayn xizmatlar ko'rsatuvchi subyektlar faoliyati ham tartibga solingan. Buning o'ziga xosligini ko'rib chiqamiz. Tovarlar va raqamli xizmatlar chegaralarni qanday kesib o'tadi? Moddiy tovarlar harakati. Fizik tovarlar O'zbekistonga kirishda ko'plab bosqichlardan o'tadi. Bojxona, deklaratsiya, qo'shilgan qiymat solig'i va transport xarajatlari. Raqamli xizmatlarning harakati. Raqamli xizmatlar esa internet orqali bir lahzada yetib keladi. Bu global, ammo nazorat talab qiladigan oqim. Moddiy tovarlarga nisbatan bojxona boji, aksiz, qo'shilgan qiymat solig'i qo'llaniladi. Raqamli xizmatlar esa onlayn qo'shilgan qiymat solig'i to'lovi orqali amalga oshiriladi. O'zbekistonda raqamli qo'shilgan qiymat solig'i tartibi. Endi yirik platformalar Google, Meta, Netflix O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan va 12% qo'shilgan qiymat solig'i to'lamoqda. Platformalar munosabatlar subyektiga aylanadi. Platforma shunchaki internetdagi xizmat ko'rsatuvchi emas. U O'zbekiston fuqarolari bilan iqtisodiy va ijtimoiy munosabatga kiradi. Demak, bu munosabatlar tartibga solingan bo'lishi shart. Platformalarda foydalanuvchi munosabatlari va xavflar. Foydalanuvchilar nafaqat xizmat oladi, balki axborot tarqatadi, fikr bildiradi. Shu jarayonda phishing, spam, moliyaviy piramida, aldov, noqonuniy reklama, haqorat, jamoatchilikka zarar yetkazuvchi harakatlar yuzaga kelishi mumkin. Qonuniy maydonda tartib va mas'uliyat. Platformalar faqat xizmat emas, ular axborot va ijtimoiy munosabatlar maydonidir. Shuning uchun ular O'zbekiston qonunchiligiga bo'ysunishi, axborot muhitini himoya qilishi lozim. Raqamli iqtisodiyot uchun barqaror huquqiy asos. Raqamli xizmatlar chegara bilmaydi, ammo ularning tartibga solinishi muhim. Onlayn platformalar faoliyatining yangi huquqiy rejimi. Onlayn platformalarning funksiya va majburiyatlari. O'zbekiston hududida onlayn platformalar quyidagi funksiyalarga ega bo'lishi kerak. O'zbekiston hududida foydalanuvchilar sonini aniqlash, foydalanuvchilar shikoyat berishi va uning qabul qilinganligini avtomatik ravishda tasdiqlash, shikoyatlarni foydalanuvchilarga onlayn platformaning kontenti o'chirish qarori bo'yicha nizolashish imkonini beradigan tarzda qayta ishlash, foydalanuvchilar tomonidan onlayn platformada ularni qiziqtirmaydigan kontentni ko'rsatishni cheklash. Onlayn platforma mulkdori quyidagi majburiyatlarga ega. Vakolatli organ bilan aloqalar uchun vakil belgilash. Faqat bir oyda kuniga 100 ming foydalanuvchisi bo'lgan onlayn platformalarga taalluqli. O'zbekiston hududida noqonuniy kontentning tarqalishiga qarshi choralar ko'rish va ushbu choralar haqida vakolatli organni xabardor qilish. Foydalanuvchilarga onlayn reklamani aniqlash uchun texnik imkoniyatlarni ta'minlash. Vakolatli organning foydalanuvchilari sutkalik soni hamda jinoyat ishi doirasida hamda sudning so'rovi asosida foydalanuvchilar haqida ma'lumotlarni o'zining maxfiylik siyosatiga muvofiq taqdim etish. Vakolatli organning taqdimnomalari qabul qilinishi, ko'rib chiqilishi va choralar ko'rilishini ta'minlash. Inson hayoti yoki xavfsizligiga tahdid soluvchi vaziyat to'g'risidagi ma'lumot almashish bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan tezkor hamkorlikni saqlab turish. Foydalanuvchilarning yozishmalari, so'zlashuvlari, pochta, elektron va boshqa xabarlari sir saqlanishini ta'minlash. Foydalanuvchilarga ularning kontenti onlayn platformadan o'chirilishining sabablari haqida ma'lumot taqdim etish. Foydalanuvchilarni moliyaviy xarakterdagi harakatlarni bajarishga aldov yo'li bilan majbur qiladigan chalg'ituvchi interfeyslardan foydalanmaslik. Nogironligi bo'lgan shaxslar onlayn platformaga kirishi uchun texnik imkoniyatlarni qo'llab-quvvatlash. Onlayn platforma faoliyatining so'nggi 6 oy davomida oylik foydalanuvchilar sonini ochiq joylashtirish, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish bo'yicha choralar ko'rish,
qonuniy kuchga kirgan sud qarorlarining ijrosini ta'minlash.